21-asrda transmilliy tashkiliy jinoyatchilikning 3 ta eng xavfli turi mavjud bo'lsa, ulardan biri giyohvandlik va narkobiznesning yildan-yilga kuchayayotganidir. Giyohvand moddalarga yo'q deyishning sabablari. Giyohvand moddalar baxt haqida soxta tasavvurlar beradi. Giyohvand moddalar bilim olishni qiyinlashtiradi. Giyohvand moddalar ko'pincha baxtsiz hodisalarga sabab bo'ladi. Giyohvand moddalar do'stlikni buzadi. Giyohvandlik insonni kuchsiz va irodasiz qiladi. Giyohvand moddalar odamlarni o'g'irlik, zo'ravonlik va boshqa jinoyatlarga boshlaydi. Giyohvand moddalar xavfli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Giyohvand moddalar oilalarni parchalanib ketishiga olib keladi. Giyohvand moddalar bolalarni majruh va nogiron bo'lib tug'ilishiga sabab bo'ladi. Giyohvand moddalar iste'mol qilish insonni tubanlashishga olib keladi. Biz yoshlar giyohvand moddalarga Yo'q deymiz.